1 yil garantiyali Jizzax hukumatlari kelgan, yillari sveji bo'ladi. 2026 2-oy 17-chisi. Bir hafta oldingi chiqqan Jizzaxlar. 1 yil garantiyasi bor, hamma mashinaga bor. Tracker 210X ga ko'p sotamiz, 75 talik bo'ladi. Jizzaxda 2 xil akkumulyator bor. Qorasi bor, suvli bo'ladi, o'sha Tracker 210X ga qo'yiladi. Zavod sal sort pasidan qo'yapti. Bu ham 75, bu ham 75. Bu faqat ko'proq yurib beradigan variant. 40 taliklar bor, Matistico damas 1 xil bo'ladi. 50 taliklar Spark, Kobotga tushadi zavodskoy. Hamma elektromobilda, Championda, Yuanap, Lupo elektromobilda 50 talik bo'ladi akkumulyator. Lupo elektromobilda 50 talik akkumulyator bo'ladi. Chiqqan vaqtini ko'ramiz. 50 taliklar 2026 2-13. 10 kun oldin chiqqan. Mana kelib olaverasizlar, 1 yil garantiya sразу установка qilib qo'yib beramiz. Vizovga chiqib ham qo'yib beramiz. Unga отдельно lishniy pul to'laysizlar. Vizovga borib qo'yib beramiz.